Ogoh bo'linglar. Agar sizlar ko'p shakar mahsulotlari iste'mol qilayotgan bo'lsangiz, bu sizni vujudingizga, organizmingizga juda katta ziyon keltiradi. Negaligini men hozir 30 soniyada tushuntirib berishga harakat qilaman. Iste'mol qildik shakar miqdorini, uglevodlarni. Ular bizga nimaga kerak? O'zi bular bizga energiyaga, kuch-quvvat berishga kerak. Bizning tilimizda oddiy tilda shakar deyiladi. Lekin keyin u hujayraga kirishi kerak. Hujayraga kirish uchun bizga oshqozon osti bezi insulin degan gormon ishlab chiqariladi. O'zi ikki xil diabet bor. Birinchi turi va ikkinchi turi. Birinchi turi ko'proq yoshlarda uchraydi. Oshqozon osti bezi agar insulin degan gormonni ishlab chiqarmasa, umuman yoki juda kam miqdorda, unda diabet birinchi turi bo'ladi. Ammo lekin bizni ko'proq diabet ikkinchi turi qiziqtiradi. Normal insonda biz ovqatlangandan keyin darrov oshqozon osti bezi bizga 10 daqiqada gormon insulin olib chiqib beradi. U nima qilib beradi? U bizga hujayralarni eshigini qo'pol etganda ochib beradi-da, keyin glukoza o'tga kirib, shakar miqdori o'tga kirib, bizda energiya paydo bo'ladi. Ko'p sabablarga ko'ra insulinni hujayra tanimaydi, eshigini ochib bermaydi. Shakar miqdori qonda juda ham ko'payib ketadi. Ko'payib ketgandan keyin bu qandli diabetga olib keladi. Juda ham ko'p uzoq muddat biz belgilarini bilmaymiz, lekin men sizlarga keyingi videoda 5 ta belgini aytib beraman. Shularga e'tibor berishingiz shart bo'ladi.